Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. Biz bu Şərq Türkistanlıqlar qarindoshlik uçuruş yig'inining 8 navbatligini o'tkazib atgan maydonda hozir bu yig'inga qatnashish uchun dunyoning o'xshamagan yerlardan kelgan mehmonlar bilan suhbat olib boramiz. Oldindan yanimizda Gollandiyadan kelgan Abdusalom qori bu suhbatimizni, ziyoratimizni, taklifimizni qabul qilib bizning yanimizda turibdi. Oldi bilan o'zini rahmat aytamiz va qisqacha o'zini tanishtirish uchun mikrofonni uzataman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Men Gollandiyadan keldim. Gollandiyaning eng janubida Maastricht deb bir shahar bor. Belgiyaga taqriban 500 metr keldi bizning uydan. Bundan yaqin. Men asosan Gollandiya yashagan bo'lsam, Belgiyadagi musulmonlar bilan aloqam quyuqroq. Qirg'iziston, Qozog'istondan kelgan musulmonlar bilan ashak berib qulamdan kelishcha da'vat, tabliğlar bilan shug'ullanaman. Bu yerga kelganligimdan intayin xushal bo'ldim. Dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan qarindoshlarimiz, ustozlarimiz nihoyat qimmatli fikrlarni oldik. Yaxshi foydalandik buningdan. Men bu yerda yana bir ishni Üzembek xo'sh bo'lgan bir ishni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Mening bir 16 yoshlik bir o'g'lim bor. Bu o'g'lim menga kichik vaqtdan tortib namozlarni joyida o'qib cho'ng bo'lgan. Hamma ishda ashada yashayotgan bo'lsa-mu, islomni oldin qo'rinda qolib yashaydi. Buning bir do'sti edi. U 18 yoshda edi. Ashada tug'ilib cho'ng bo'lgan ashalik odamning bolasi. Bu o'g'lim u do'stining uyiga berib kelish jarayonida buningki ta'siroti ularga nihoyat yaxshi ta'sir qilibdi. Keyin ota-ona hurmatlaydigan bo'lib, opa hurmatlaydigan bo'ldi. Uningdan keyin o'g'li men musulmon bo'lsam degan talabni o'g'limga qo'yibdi. Ota-onasi debdi, men qayda qilaman degandikin, agar musulmon shu Mustafaga o'xshash o'g'limning ismi Mustafa. Mustafadek bo'ldigan bo'lsa, musulmon bo'lsang, sana bizning hech qanday nimamiz yo'q. To'sqinligimiz yo'q degan gapni qildi. Shuning bilan bu yil birinchi Allohning nimasi bilan, ikkinchi o'g'limningki sabab bilan Ramazon oyida butunlay ro'za tutdi, musulmon bo'lmay turib. Ro'za tutdi. Ramazonninki 27-sandan qat'iy musulmon bo'laman, hech qanday narsaning to'sqinlik qilmaydi. Men 18 ga keldim, musulmon bo'laman dedi. Shuning bilan iyadagi Arab jamiyasiga olib berib, Ramazonning 27-si Qadr kechasida xubdan ilgari ashada shahodat keltirdi. Bunun bilan iyadagi musulmonning hammasi intayin baxo'sh bo'ldi. Allohu akbar deb to'g'lishib, hech bir qalbimizga sig'maydigan bir xushallik paydo bo'ldi. Buningdan nihoyat menmi xush bo'ldim, o'g'limmi xush bo'ldi, u musulmon bo'lgan balami xush bo'ldi. Hammamiz nihoyat baxo'sh bo'lib ketdik. Bu xushallikni aqasinglar bilan bog'lashni xohladim. O'rtaq foydalanishni. Buningda bolalarimizni yaxshi tarbiyalab, yaxshi yo'lga boshlasak, boshqa tarafdagi insonlarningki musulmon bo'lish, mushundaq Yevropada biz qilmasaqmi, ular o'ynagandikin hamma gapni, yurakdagi gapni anglata oladi ular. Biz anglata olmaydi ekanmiz. Shunga uning xizmati bizning yaxshiroq qildi ekan. Shunga bolalarimizni yaxshi tarbiyalab, islomiyatni cho'ng qilsak, uningki boshqa do'stlarining ota-onasi hurmatlaydigan bunda bir sharoit borligi keldi ekan. Ular bu bola ota-onasining hech qanday gapni anglamaydigan, davomli ota-onasini urushib o'tadigan orasi yaxshi emas ekanda. Musulmonlar o'g'lim bilan aloqalashgandan keyin musulmon andaq, musulmon ota-onasi bunda hurmatlaydi, andamda degandan asta-asta o'zgartdi-da bu. Uni hurmat qildigan. Shuningla uni ular ota-onasi ko'rib, agar musulmon bo'ldigan, musulmon bola shunda bo'ldigan bo'lsa, musulmon bo'lsang, sen bizning hech qanday nimamiz yo'q deb shunda musulmon bo'ldi. Bunga nihoyat xush bo'ldik. Mushunda ishlar mendan so'radi, dada xush bo'ldingmi deydi. Men xush bo'ldim, senmi xush bo'l. Bütün anglagan do'stlarimizning hammasi xush bo'ldi buningdan. Desam, yana musulmon qilsam bo'lamdi deydi. Bo'lmaydigan ishlamdi. Dunyodagi hamma savobning eng chong ish bu. Bundan keyin yana nima qilsam bilsam, dada mening 4-5 do'stim bor, ularning hammasi islomga bo'lgan qiziqish yaxshi. Biroq emas, asta-asta ularni islomga da'vat qilib, shunda nima qilaman, shunda nihoyat baxushlar, shu xushallikning nimasi hozir kelishlik tugamay o'tdi-da bu xushallik. Bir sebep bunaqalıqqa. Allah razı olsun. Elbette onun Allah ecrini berdi. Bir Müslüman, bir insanı Müslüman kılgandaki o bir iş kılıp o insanı dövzaqdan qutuldirishga vesile bo'ldi, sebep bo'ldi deganlik bo'ldi. Allah razı olsun. Sizning shu uzaqdan yig'inga kelib qatnashdingiz, yig'indan qandaq bir
Paydalar bo'ldimi? Qanday tushunchaga ega bo'ldingiz? Yig'in ta'sirotingizni olgan bo'lsak. Bu yig'inga burunma kasam bo'pti, 2 yil kirib mishada yig'in bo'lganda 2014da unga kelgandim, undan nayt va xushulab nima qildim. O'tgan yilgi yig'inga kelishni arzu qilsam, sal kichik doirada bo'ldi ekan deb shundan kelar yillar boramiz deb o'tgan yil kelamay qolib qoldim. Bundan keyin davomli kelaman. Bu yig'indan nayt cho'ng ta'sirat aldık. Bu yığınni o'rinlashtirgan, mush yığında xizmat qilgan, mush yığında mushunda nima o'rinlashib, mushunda qilishda barliq xizmatlarni qilgan, undan keyin iqtisodiy tarafdan yordam qilgan Turkiya hukumatiga mushuna sharoitlarni hozirlab bergan. Bu yerdagi bu xizmatlarni qilayotgan qarindoshlarimizga cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Chunki bu yerda nihoyat cho'ng bir ishlar bo'lib o'tadi. Bu yerda hammamizning qalbida bir mundaroq bo'lgan bo'lsa, mundaroq bir islomga intilish, iymonimizning kuchlanishi, iymon degandan keyin ojiz kuchli qoldi. Do'stlarimiz bilan birga suhbatlashishni qilgandan keyin kuchlanadi. Özümüz yetib, hech qanday islomiy ishlar bilan aloqalashmay, o'zimizning bilganini qilib yursak, iymonimiz ojizlaydigan gap. Shunda bir fursatdan foydalanib, qalbimizning poklanib, temizlanib, yaxshi bo'lganlikda yaxshi bo'ldim. Bu yerdagi ishlar nihoyat yaxshi va xush bo'ldik. Bundan keyingi davrlarda hayotimiz qanchalik bo'lsa, qanday vaqt bo'lib qolsa kelib qatnashib, qasam bilan ko'rishib, dunyoning har qaysi yerlaridan kelgan o'lima qarindoshlarimiz, boshqa diniy qarindoshlarimiz bilan nima qilishimizni arzu qilaman. Bundan keyin davomli kelaman, nihoyat va xush bo'ldim. Pek yaxshi o'rinlashtirildi. Allah razı olsun. Sizga, sizdan Allah razı olsun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida biz Gollandiyadan kelib bu dunyo sharq turistlar qarindoshlik uchrashuv yig'iniga qatnashgan Abdusalom Qorim bilan suhbat olib bordik. Programmamiz davom qildi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin.